Evet. Alo, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Biz ayni damda Azizbek akamiz bilan bog'landikmi? Ha? Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Arziysiz bundanda ko'plarga birozgina qimmatli vaqtingizni olsam, maylimi? Mayli. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tay. Ayni damda sizga qo'ng'iroq qilayotgan inson tug'ilgan kun tabriklari loyihasining boshlovchisi bo'laman. Bugun bizning loyihamizga sizni tabriklash istagida yaqinlaringizdan ajoyib tabrik to'la maktublar yetib kelgan. Ijozatingiz bilan maktubni o'qib eshitirsam. Maktubni o'qishdan oldin sizga bir savol bersam, sizni tabriklash maqsadida mana shunday o'zgacha tarzda tabrik yo'llagan yaqin insoningiz kim bo'lishi mumkin? Bildingmi? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Yo'q, taxminim yo'q. Albatta, bugungi tilaklarga barcha yaqinlaringiz ham qo'shilib qoladilar. Sizni bugun tabriklash maqsadida barcha shogirdlaringiz Nargizaxon Sanjar, Ruxshona, Xushnudbek, Farruxbek, Odinaxon, Elmira, Dilafruzxon va barcha shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz nomidan eng mehribon shogird o'quvchingiz Sultonmurod maktub yo'llagan ekanlar. Rahmat. Marhamat, ularning siz uchun atalgan ajoyib tilizxorlari, mehrga to'la maktublari mavjud. O'qishni boshladim. Joni dilingiz bilan tinglaysizmi? Ha? Bo'ldi. Assalomu alaykum, mening mehribonim, irodali, jonkuyar ustozim. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Oila a'zolaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Oila a'zolaringiz bilan birgalikda haj safarlarga borishlik nasib qilsin. Nur yuzligim, jannatim, ustozim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ustozlarim ichida siz men uchun bittasiz ustoz. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga bilan erishish nasib qilsin. Shu paytgacha bergan bilimlaringiz, bergan tarbiyangiz uchun mingdan ming rahmatlar aytaman sizga. Ustozim, menga bergan mehringiz tafta hali ham yuragimni isitib turadi. Bu issiqlik har kuni, har soniya, har soat his qilaman. Chunki bu issiqlik bilimdir, ustoz. Siz bergan, o'rgatgan bilimni meni baland cho'qqilarni zabt etishga yordam bermoqda. Men sizni qilgan mehnatingiz, zahmatlaringizni unutmayman, ustozim. Ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlarni voyaga yetkazishlik mas'uliyatli ishda sizga kuch, g'ayrat, ulkan zafarlar tilayman. Kasbiy va ilmiy faoliyatingizda yangidan yangi muvaffaqiyatlarga erishishdan to'xtamang, ustoz. Oilangiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Yuzingizni hech qachon kulgu tark etmasin. Ko'zlaringiz doimo quvonchdan porlab tursin. Ilohim, doimo sog' salomat bo'lib yuring. Hech qachon hayotingizda armon degan tuyg'uga o'rin qolmasin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, ustoz. Sizgadir yurakda asragan so'zim. Omanga ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim. Ezgulik yo'lida tolmang, ustozim. G'am ko'rmang, bu dunyo turguncha tiring. Ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod, masrur yuring. Ezgulik yo'lida tolmang, ustozim. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim. Yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Oliy yo'llarimda sirdosh deb bildim. Ezgulik yo'lida tolmang, ustozim, deya ushbu go'zal she'riy misralar, go'zal niyatlar bilan o'z dilizxorlarga yakun yasablar shogirdingiz. Rahmat. Ayni damda g'oyibona suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Marhamat, sizning hamlarga ayta olmagan dil so'zlaringiz bo'lsa, shu fursatdan foydalanib yo'llashingiz mumkin. Rahmat hammasi uchun. E'tibor uchun rahmat katta. Ilohim barcha orzu-istaklaringiz amalga oshsin. Bu dunyoda hech qachon g'am, alam sizga yaqin yo'lamasin. Biz ham sizni ijodiy guruhimiz nomidan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'rib hamisha yaqinlaringiz ardog'ida bo'lib yuring. Rahmat. Biz uchun vaqtingizni ayamay tinglaganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Ushbu go'zal taronamiz esa mehribon shogirdingiz nomidan siz uchun maxsus tayyorlangan marhamat. Xo'p. Rahmat.
bersang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Shogirdlik vafolarni bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.